hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi 13 sentabr kuni NTD televiziyasining ziyoratini qabul qilib, majburiy emgakdan ishlangan quyosh energiyalik batareya taxtasining davlatlar tarafidan setib olinishining qabul qilg'ili bo'lmaydigan ahvol ekanligini, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari duch kelayotgan ichinishli vaziyatni anglatdi. Xitoy Katovashi Xi Jinping Qozog'iston prezidenti To'qayev tarafidan mukofotlangan. Xitoy tajovuzchilarining inglizchaga tarjima qilinib, ta'sir kuchining ortishidan andirgan. Xitoyning vahshiy irqiy qirg'inchiligining qurboni. O'zgacha talantga ega yozuvchi Farhod Tursunning Arqa ko'cha nomli romanining inglizchasi nashrdan chiqdi. Tövbe tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi 13 sentabr kuni NTD televiziyasining ziyoratini qabul qilib, majburiy emgakdan ishlangan quyosh energiyalik batareya taxtasining davlatlar tarafidan setib olinishining qabul qilg'ili bo'lmaydigan ahvol ekanligini, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari duch kelayotgan ichinishli vaziyatni anglatdi. Tövbe suhbatning tafsilotini diqqatingizga sunamiz. Riyosatchi Capital Hill Amerika hukumatining markaziy binosi. Baş topshiruvchilarning pulining qonunning sirtida Xitoyning insonsiz qilmishi orqali ishlangan quyosh energiyalik batareya taxtasini setib olishga ishlatilganligiga aloqador andishlar bor. Amerika masalaning yadrosining ichida Virgin Orli ofatdan qutqizish pulini ishlatib, Xitoydan quyosh energiyalik batareya taxtasini setib olgan. Biz bu taxtaning Sharq Turkistonda insonsiz yo'llar orqali ishlab chiqarilganligi to'g'risida Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor bilan suhbat olib boramiz. Cumhuriyetçiler Partisi Amerika Davlat bexatarlik ministerligining Xitoyning majburiy emgak orqali ishlab chiqargan quyosh energiyalik batareya taxtasini setib olganligini tekshirishni talab qildi. Nurg'ulg'an quyosh energiyalik batareya taxtasi ishlab chiqarishda qo'llanilgan kermini sizning mamlakatingizda ishlab chiqarildi ekan. Sizningcha Uyg'ur majburiy emgaki orqali quyosh energiyalik batareya taxtasi qanday ishlab chiqarilishi mumkin dedi. Bosh ministerimiz bu tamoman mumkin. Faktlar shuni ko'rsatadiki, eng oldi bilan Xitoy Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak silish harakatini boshlatdi. 2014-yili Sharq Turkistondagi quyosh energiyalik batareya taxtasi ishlab chiqarish nisbati yer shari ishlab chiqarish nisbatining faqat 9%ni egallaydi. 2021-yilga kelganda 50%ning ustiga o'rladi. Xitoy bu mezgillarda millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga solib majburiy emgakka soldi. Shunga Amerika hukumati va har qanday hukumatlarning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka solish orqali ishlab chiqargan quyosh energiyalik batareya taxtasini setib olishni qabul qilg'ili bo'lmaydi dedi. Riyosatchi vakil bo'lib Twitterda quyosh energiyasi loyihasiga o'xshash loyihaning majburiy emgakdan foydalanib Xitoy shirkatlarini boy qilayotganligini jazmlashtirganligiga ehtiyoj ekanligini bildirdi. Buningga inkosingiz qandoq degan savolga bosh ministerimiz biz buni to'liq qo'llaymiz. Quyosh energiyalik batareya taxtasi ishlab chiqarilgan nurg'ulg'an shirkatlar amaliyotda Xitoyning o'xshamagan fikirdagilarni bostirish, Sharq Turkistonni mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizish uchun xizmat qiladigan 2021-yili 7-oyda Amerika hukumati tomonidan jazolash tizimligiga kirgizilgan atalmish Şinjan ishlab chiqarish qurilish askariy atritiga bog'langan. Shunga Amerika hukumati va boshqa har qanday o'rinning jazo berilgan o'rin bilan tijorat qilib, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa ishtirok qilishini haqiqatan qabul qilg'ili bo'lmaydi dedi. Riyosatchining undaqda majburiy emgak davr qilyotidi. Hokimiyat hozir bu majburiy emgakni ishlatib, undan foydalanib ziyonkashlikni davomlashtiramdi degan savolga bosh ministerimiz cho'qim shundoq. Jazo lagerlari va turmalarda millionlagan Uyg'urlarni tutib turishda Xitoy nurg'ulg'an pulga ehtiyoj bo'ladi. Bexatarlik xodimlari kuzatish va boshqa sistemalarning ehtiyojini qondirish uchun pul to'laydi dedi. Riyosatchining eng oxirgi Amerika Xitoyning vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari Xitoyning rasmiy chegarasining ichi va sirtida nimalarga duch kelyotidi degan savolga bosh ministerimiz ishonchli dokladlarga qaraganda lager va turmalarga qamalgan xalq menga yuyish, kunda 14 soatdan 16 soat qadar kompartiyani maqtash, diniy, milliy kulturdan mahrum qilish, majburiy tug'mas qilib o'tish, bosqinchilik qilish, jinsiy zo'ravonlik, faoliyatchilarning organlarini sug'urib olgandek organlarini sug'urib olish qatorliq bostirishlarga uchraydi deb javob berdi. Xitoy Katovashi Xi Jinping Qozog'iston prezidenti To'qayev tarafidan mukofotlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyingning 14 sentabr kunidagi Twitter yo'llanmasidan qaraganda, Qozog'istonning Cumhur raisi To'qayev tajovuzchi Xitoy Katovashi Xi Jinpingni ikki davlat xalqi o'rtasidagi do'stlikni cho'nqurlashtirganligi, Qozog'iston-Xitoy munosabatini qo'yiqlashtirish uchun qilgan haddidan ziyoda tirishchanligi sababli Oltin burkut ordenini taqdim qilgan. Sharq Turkiston Surgundi hukumati buningga inkos qaytarib, biz Qozog'istonning prezidenti To'qayevning Xitoyning fasist diktatori Xi Jinpingga Oltin burkut ordeni berganligini qattiq ayblaymiz. Qozoqlarni o'z
ichiga olgan millionlagan turklarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan jinoyatchiga orden taqdim qilish axloqiy jihatdan xato dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Twitter hisobidan raddiya berib, To'qayevning Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan fashist Xitoy diktatori Shi Jinpingni madhiyalab medal taqdim qilganligiga la'nat. Irqiy qirg'inchilik diktatorini mukofotlash qabul qilg'usiz bir ish dedi. Xitoy tajovuzchilarining inglizchaga tarjima qilinib, ta'sir kuchining ortishidan ansirgan Xitoyning vahshiy irqiy qirg'inchiligining qurboni. O'zgacha talantga ega yozuvchi Farhod Tursunning Arqa ko'cha nomli romanining inglizchasi nashrdan chiqdi. Roman ismini oshkorlashni xohlamagan biri va dotsent, antropolog yozuvchi Darin Baylerning tarjima qilishi bilan seshanba kuni Kolumbiya universiteti tarafidan nashr qilindi. Bu tunji qatim ingliz tiliga tarjima qilingan Uyg'ur romani hisoblanadi. Arqa ko'cha shahardagi yolg'izlik, ijtimoiy zo'ravonlik, insofsizlashtirish va milliylikning irqchilashtirishi haqidagi aniq masaladan iborat. New York vaqtining 14-sentabr kunidagi xabarga qaraganda, Uyg'urlar duch kelgan zulm muhiti haqida yozilgan bu romanni yozish va tarjima qilish xatarlik edi. Farhod Tursun o'zining Arqa ko'cha nomli romanining Amerikada chiqishini orzu qiladi. Romanning Uyg'urchasi 2015-yili tamomlangan. Romandagi bosh personaj yezidagi Namrat mushaqqatli turmushdan qutulib, Alloh saviyaga yetishni nishon qilib, cho'ng shahardagi Xitoylar hokim bo'lgan qora hukumatda yollanma bo'lib ishlaydi. Chetga qilib ko'chalarda yolg'iz aylanib yurib, asta-asta ro'yi kasalga giriftor bo'lib qoladi. Aslimlar g'azinasi, murosim, arzu-armonlardan tasalli topadi. Faylasuf doktor Mamtimin Ala apandi elektronlik xatda romandagi tuman, hayron qilish, sir, tush, gangrash, o'lim, abadiy jazolantirishdan qutula olmaslik qatorliq har xil bir-biriga munosabatli narsalarga simol qilingan. Uyg'ur realligini aks ettirgan aniqsizlikning metaforasi deb yozgan. Kitap 168 bet bo'lib, bahasi $80, 62 yevro. Farhod Tursun 1969-yili tug'ilgan. Bolaligini Sharq Turkistonning Atish shahriga yaqin bir yezida o'tkazgan. Bolalik chog'larida nihoyat aqlli bola bo'lib, tunji she'rni 11 yoshida yozgan. 14 yoshida Beijing Millatlar universitetiga kirgan. Shuningdan boshlab u Kafka, Yukmos, Dostoyevskiy, Joyce'ning kitoblarini o'qigan. Uyg'ur adabiyotiga yangilik, taraqqiyot elib kelish plani, tirishchanligi mustamlikaning ta'sirida shakllangan Uyg'ur jamiyatining ijtimoiy sharoiti tarafidan to'sqinlikqa uchragan. U insonning eng buyuk qimmatining tafakkur qilishda ekanligiga ishongan. Kuchlik mustaqil iddisi tufaylidan jamiyatdoshlari tarafidan yaklanib, Xitoy tajovuzchilarining kontroli ostida qolgan. Erkinlik cheklangan jamiyatda erkin fikr qilib yashaganlik uchun ig'ir badallarni to'lagan. Tugumas ijodiylikqa, hayron qolarlik tasavvurga, muntazam tafakkurga ega turibmi, iddisi Uyg'ur adabiyotida asosiy iqlim iddisi bo'lmagan. Buningdan G'arbning ilg'or madaniyatining Uyg'urlarga tunishtirilishining mag'lub bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Millatim g'aflat jaholat uyqusiga qonmading. Barcha millat ko'z ochib o'yg'andi sen o'yg'anmading. Xaruzarliq ostida mahkum mazlum qul bo'lib, senmi millat, senmi inson bo'lg'ining o'ylanmading. O'yla millat, tarixing bak shonu shavkatlik edi. Endi ne halga tushib qolding nechun zorlanmading. Mustabid bosqinchilarga bosh egib taslim bo'lib, o'zlashib ketmoqchi bo'lgan shum xayoldan yonmading. Barcha millat erkin ozodlik kurash maydonida atlanib jangni qizitdi, sen texi atlanmading. Zulmi istibdodga qarshi jon tikib qon oqqizib, yettilar maqsadlariga, sen amal qo'llanmading. Xaruzarliqda yatursan bulg'unib hayvon kabi. Sen bu xilda yatqili inson emas hayvonmiding? Asli nasling shoni shavkatlik turk qoni turib, ar-nomusni qo'yib vijdon setishdan yonmading. Millatim o'tdi beshingdan xilma-xil ochiq sinoq. Hech biridan sen tuzuk ibrat ilib o'ylanmading. Qahramon ajdodlarning har qaysi erdi arslan. Erdilar sen nasli boshda ya bilak bir qolmading. Millatim o'yg'on, ko'z och, tur, bosh ko'tar, inson isan. Yoki sen insoniyatlik shonini qo'yganmiding? Ar-nomus turk eliga xaruzar mahkum yashash,
Ne üçündür milletim bu halga sen arlanmadın. Ey azizi aqla tarixini dünya aldıda. Tur gözün aç, nega gaflat uyqusiga qanmadın. Abdulaziz Mahsumning şiirlerinden elindi. Hörmetli görürmenler, haberlerimizni kögünüңlar üçün köp rahmet. Keler qıtımqı programımız görüşkice Allah'a amanet bolgaysızlar.